Hasadgo'y. Ibratli hikoya. Kasalxona bo'linmasida ikki og'ir bemor yotardi. Kasallarning biri deraza yoniga, ikkinchisi esa eshik yaqiniga joylashgandi. Tashqarida nima gaplar? Oynadan u bu ko'rinyaptimi? Juda siqilib ketdi-yu odam, dedi eshik oldidagi kishi. "O", dedi jonlanib ikkinchi xasta. "Osmonni, bulutlarni, ko'lni va olisdagi o'rmonni ko'ryapman." Deraza yonidagi kishi har kuni xonadoshiga deraza ortida nimalar bo'layotganini so'zlab berardi. U ko'ldagi baliqchilar, ularning katta ilmoqlari, tutgan baliqlari, sohildagi o'ynab yurgan bolalar, ufqqa bosh qo'ygan quyosh, suvning mavjlanib turishi va hokazolar haqida gapirardi. U ajoyib, g'aroyib manzaralarni hikoya qilarkan sherigining ichini ittirnardi. Bu adolatdan emas, deb o'ylardi. Nimaga uni deraza yoniga qo'yishgan-u, meni poygakka, oyoq ostiga irqitishgan? U har kuni dunyoni tomosha qilib rohatlanib yotadi. Men bo'lsam, bu yog'i ko'chgan eshikdan boshqa hech narsani ko'rmayman. Bir kuni oyna yonidagi bemorni qattiq yo'tal tutdi. Nafas olishga qiynala boshladi. U hamshirani chaqirish uchun bosh tomonidagi qo'ng'iroq tugmachasiga intildi, biroq yeta olmadi. Chunki bunga majoli qolmagandi. Yo'tal kuchaygach, a'zoyi badani dir-dir titradi. Xonadoshi bo'layotgan voqealarni jimgina kuzatib turdi. Xohlasa, o'zining tugmachasini shundoqqina bosar, hamshira zumda yetib kelardi, lekin u xohlamadi. Biroz vaqt o'tgach, bemor tinchib qoldi. U bu g'alvali va diqqi nafas dunyoni manguga tark etgandi. Uni olib chiqib ketishayotganida xonadoshi hamshiradan "Endi meni oyna oldiga olib o'tib qo'ysangiz", deb iltimos qildi. Hamshira uning o'tinchini yerda qoldirmadi. Ko'rpa to'shaklarni to'g'irladi. Ustidagi jildini yangilagach, yaxshilab sirdi. So'ng bemorni ko'chirib o'tkazdi. Hammasi joyida ekanligiga ishonchi komil bo'lgach, eshik tomonga yo'naldi. Biroq uni kasalning tovushi to'xtatdi. Uning ovozida ajablanish bor edi. "Axir qanaqasiga? Bu oynadan qup-quruq devorlardan boshqa hech narsa ko'rinmayapti-ku. Anavi o'lgan xonadoshim menga o'rmonni, ko'lni, bulutlarni, odamlarni ko'rgani haqida gapirgandi. Qanday qilib? Axir bu oynadan odamni zavqlantiradigan hech narsa ko'rinmayapti." Hamshira ma'yus jilmaydi. U umuman ko'ra olmasdi. Bechora sherigingizning ko'zlari ojiz edi. Bu hikoyadan juda ham ko'plab ibratlar olish mumkin. Hayotda doimo havas qilib yashang. Chunki hasad insonni hech qachon yaxshilikka olib bormaydi. Havas qilib yashagan insonni Alloh taolo albatta o'ylagan barcha niyatlariga, hattoki havas qilayotganlaridan da ziyodalariga yetkazadi. Shunaqa gaplar.